Salom do'stlar. Bugun biz sizlarni Konya shahridagi mashhur Kapalaklar bog'iga olib boramiz. Bu joy oila bilan dam olish, farzandlar uchun tabiatni yaqinroq tanish va ajoyib suratlar olish uchun eng zo'r maskanlardan biri. Keling birgalikda bu go'zal joyni kashf etamiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. InTravel o'z sayohatlarini yana davom ettiradi. Bugungi sayohatimiz Konya shahrining Kapalaklar bog'iga bo'ladi. Marhamat, biz bilan birgalikda tomosha qiling. Konyaga yetib kelishimiz bilan shahar juda toza, sokin va zamonaviy ko'rindi. Kapalaklar bog'i shahar markazidan taxminan 8 kilometr uzoqlikdagi balandlikda joylashgan. Bu yerdan Konya shahri kaftdek ko'rinib turadi. Manzara juda chiroyli. Agar shaxsiy avtomobilda kelsangiz, tashrif buyuruvchilar uchun parkovka ham mavjud. Shuning uchun joy topish muammo bo'lmaydi. Konya shahrining eng balandligida joylashgan bu bino eng qizig'i. Yana bir qiziq ma'lumot, bu Kapalaklar bog'i aynan kapalak shaklida binosi o'ziga jalb qiladi. Ichkariga kirganimiz zahoti farzandlarimiz hayratda qoldi. Har tomonda uchib yurgan rang-barang kapalaklar ularni lol qoldirdi. Visola qizim esa ayniqsa kattaligi qariyb 20 sm keladigan kapalaklarni ko'rib, biroz qo'rqib ketdi. Lekin keyin asta-sekin o'rganib, ularni kuzatishdan zavq ola boshladi. Kapalak. Qo'rqma. Qo'rqma. Senga keldimi? Ha? Nima qo'rqasan? Ana. Bog'ning ichiga kirdik. Atrofimizda shunaqangi chiroyli, manzarali kapalaklar uchib yuribdi. Haqiqatan ham juda ham chiroyli manzara. Ichkari anchagina issiq ekan. Visola qizim qo'rqyapti kapalaklar boshida uchayotgani uchun. Visola, kapalak? Kapalak? Ana. Keling, bu bog' haqida so'zlab beraylik. Bog' yopiq tropik muhitda kapalaklar va tropik o'simliklar ko'rgazmasi bo'lib, tashrif buyuruvchilarga kapalaklarni tabiiy yashash muhiti ichida kuzatish imkonini beradi. Bog' 60 turdagi kapalak uchun tabiiy yashash muhitini taqdim etadi. Bog'da 195 turdagi o'simlik mavjud. Kapalaklar o'z nektar o'tlarining atrofida uchib yuradi. Bog' binosi 2018-yilda eng yaxshi arxitektura dizayni mukofotini olgan. Saytda shuningdek, Yevropaning eng katta parvoz maydoni degan ta'riflar ham keltirilgan. Dushanba yopiq. Seshanba, yakshanba 09:00 dan 17:00 gacha. Biz ilgari kapalaklar faqat bir kun yashaydi deb o'ylardik, lekin aslida bu afsona ekan. Bu noto'g'ri tushuncha may pashshasidan, ya'ni mayflydan kelib chiqqan. May pashshalari fiziologik jihatdan kapalaklarga o'xshaganligi sabab odamlar ularning qisqa umrini kapalaklarga ham taalluqli deb o'ylab qolishgan. Haqiqatdan ham kapalaklarning umr davri turi va sharoitga qarab bir haftadan bir yilgacha bo'lishi mumkin. Masalan, Turkiyada uchraydigan sariq tasmali baxmal kuya, ya'ni Nymphalis antiopa voyaga yetgachda 10 oygacha yashaydi. Janubiy Amerikadagi Paradoxus eversus esa tirtil bosqichida hatto 30 yilgacha yashashi mumkin. Demak, kapalaklar biz o'ylaganchalik qisqa umr ko'rmaydi. Konya tropik kapalaklar bog'ida esa ular uchun maxsus 28 gradus harorat va 80% namlik yaratilgan. Bunday sharoitda kapalaklar kamida 2-4 hafta yashaydi. Masalan, Aitia leuconoya, ya'ni mashhur qog'oz uchirtma turi 60 kungacha umr ko'rishi mumkin. Shunday qilib, bu safar biz nafaqat go'zal manzaralardan zavq oldik, balki kapalaklar haqidagi noto'g'ri tushunchamizni ham to'g'rilab oldik. Endi keling, bizga eng yoqqan bir nechta kapalaklar haqida batafsil gaplashamiz. Bu bog'da har biri o'ziga xos rang, shakl va xatti-harakati bilan ajralib turadi. Morphopilides, Movi morpho.
Bu kapalak Meksika, Markaziy Amerika, Paragvay va Trinidad hududlarida uchraydi. Uning qanotlari yorqin ko'k rangda bo'lib, yorug'lik millionlab mayda tarozilar orqali tarqaladi. Shuning uchun ham bu rang tabiiy bo'yoq emas, optik effektdir. Bu rang yirtqichlarni qo'rqitish uchun ham xizmat qiladi. Qanotlari 7,5 dan 20 cm gacha bo'lishi mumkin va o'chirilgan meva sharbatlari bilan oziqlanadi. Tirumala septentarionis, to'q ko'k yo'lbars. U Hindistondan Xitoygacha bo'lgan hududlarda, ayniqsa quyoshli o'tloqlarda uchraydi. Uning qanotlari 43-53 mm bo'lib, yuzasida yo'lbarsga o'xshash to'q ko'k va qora naqslar mavjud. Shuning uchun ham unga to'q ko'k yo'lbars deb nom berilgan. Ideya leuconoe, qog'oz uchirtma, katta daraxt nimfasi. Bu kapalak Janubiy Sharqiy Osiyodan kelib chiqqan. Qanotlari 150-170 mm gacha yetadi va parvozi juda yumshoq va sirpanishli, go'yo havoda uchayotgan qog'oz uchirtma kabi. Tirtillari toksinli o'simliklar bilan oziqlanadi. Shu sababli voyaga yetgan kapalak ham yirtqichlarga yoqimsiz bo'ladi. Erkak kapalaklarning qorin qismida feromon ajratadigan soch qalamlari mavjud. Bu ularning juft topishida muhim rol o'ynaydi. Aytgancha, agar sizga kapalaklar bog'ining kirish narxlari qiziq bo'lsa, biz uni Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. U yerdan to'liq ma'lumotni bemalol ko'rib, sayohat rejangizni oldindan tuzib olishingiz mumkin. Kapalaklar bog'idan tashqariga chiqayotganingizda, yo'l sizni muzey ichidan olib o'tadi. Ana endi kapalaklar bog'ining ichida joylashgan mana shunday muzeyga ham kiramiz. Ketdik bolajonlar. Kenglar. Eng avval sizni kichik kinoteatr kutib oladi. Bu yerda bolalar o'zlarini haqiqiy kinoteatrda o'tirgandek his qilishadi. Shundan so'ng yo'l davomida turli xil kapalak turlarini yaqindan tomosha qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu joyda hatto innovatsion hasharotlar muzeyi ham joylashgan. Bu yerda turli hasharotlarning maketlari, tabiiy namunalar va uchun kanalimizga obuna bo'ling. InTravel bilan oilaviy sayohatlar davom etadi.